Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 24-dekabr haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bularning narxi bilan tanishamiz. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 7 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha. Bu kurtkani nech pul deyapsiz? Kilosini 100 ming so'mdan qilib berishar ekan. Donaga nech pul sotyapsiz? Oldik. Boshqa yo'q. Donaga nech pul ekan bu donaga? Bular ichi mehli, ham uzungina, sovuqlarga zo'r chidaman. Donaga nech pul? Donaga tugatishga 75 mingdan ham qilib beramiz. Donaga 75 ming so'mdan ham qilib berishar ekan tugatishga. O, qopda ham turibdi. Bu Xitoydan kelganmi yo O'zbekistondikimi? Hammasi Hammasi Xitoydiki-a? Razmeri qanaqa bo'lyapti buni? razmer. Bitta razmermi yo? Yilgacha yo'q. Mdan 3 Necha yoshga tushadi u? 1-sinfdan 5-sinf. 1-sinfdan 5-sinfga tushadigan razmerlari bor ekan. Bu kiyimlar qanaqa bo'lyapti? 170, 160. Donaga ham sotyapsiz, a? Kiloga ham sotishyapti ekan, donaga ham sotishar ekan. Xo'p, nomeringiz-chi? Nomer Ha, ishlaydigan nomer aytinglar-da. 94 550 94lik 558 89 89 92. 92 ga aloqaga chiqasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Endi donaga har xilda hammasi. Nech pul misolchi mana olmoqchi donaga shuni. 150 ming kilosi. Kilosi 150 ming so'm. Donaga nech pul bo'ladi? 50 mingdan chiqadi. 50 ming so'mdan boshlanar ekan. 45 ming, 50 ming. Har xilda. Telefon nomerlari aytildi, telefon qilaverasizlar. Kurtkani tugatishga berib yuborishar ekan lekin. Faqat tezroq aloqaga chiqasiz. Tezroq aloqaga chiqaverasizlar ekan.